shimol, janub, sharq, g'arb. Bola ilk bor yo'l topishni o'rganar ekan, u makonni anglay boshlaydi. Geografiya yashayotgan makonimizni tushunish, geografik muammolarni tahlil qilish va barqaror kelajakni yaratish ilmidir. Buyuk allomalarimiz boshlab bergan geografik tafakkur bugun zamonaviy ta'limda davom etmoqda. Takomillashayotgan milliy o'quv dasturi xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqildi. O'quvchida mazmun sohalari yo'nalishlari, geografik kashfiyotlar va tadqiqotlar, yerning tuzilishi va geologiya, iqlim va suv resurslari, geosistemalar, geodemografik jarayonlar, inson va tabiat, barqaror rivojlanish, geografik ko'nikmalarni qamrab oladi. Tadqiqotchilik faoliyati, modeldan foydalanish, tadqiqot maqsadini belgilash va reja tuzish, tadqiqot o'tkazish, tadqiqot natijalarini tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish kabi tadqiqotchilik ko'nikmalari orqali shakllanadi. Natijada zamonaviy geografiya ta'limini yangi bosqichga olib chiqish imkoni yaratiladi. Geografiya fani o'quvchilarda dalillarni tahlil qilish, dala tadqiqotlarini olib borish hamda geoaxborot tizimlari va raqamli texnologiyalar yordamida geografik axborotni o'rganish va asoslangan xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Geografiya fani endi faktlarni yodlashga emas, dalillarni tahlil qilishga, hududlarni taqqoslashga va asoslangan xulosalar chiqarishga undaydi. Iqlim o'zgarishi, suv resurslari, yashil energiya va barqaror rivojlanish dastur mazmunining ustuvor yo'nalishlari sifatida kiritilgan. Geografiya fani milliy o'quv dasturi asosida tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlik, kommunikatsiya, raqamli savodxonlik hamda muammoni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Geografiya fani milliy o'quv dasturi kelajakni anglaydigan, tadqiqot olib boradigan va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadigan munosib avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.